Angren shahrida, ya'ni tog'li Yangibotimizda tapchanlar sezonini ochiq deb e'lon qilaman. Oila bilan, do'stlar bilan yoki ishxona, kollektiv shunaqa tapchanlarda, shunaqa atmosferada mazza qilib dam olishga nima deysizlar? Do'stlar, o'zimizni Yangibotda hilol dam olish maskaniga kelganmiz. Bu yerda sizlar uchun, oilangiz uchun, do'stlaringiz uchun bir qancha tapchanlar va go'zal atmosfera bor. Hozir bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hilol dam olish maskanida 3 xil tapchan mavjud bo'lib, kichik tapchan 8 tadan 10 tagacha odam ketadi, o'rtacha tapchan 10 tadan 15 ta odamgacha ketar ekan, katta tapchan bor, unga 20 kishi ketadi. Do'stlar, har bitta tapchanning o'zining qozon o'choqlari mavjud bo'lib, hech kimga xalaqit bermaydi. Oilaviy do'stlar va yoki kollektiv mazza qilib shunaqa chiroyli tapchanlarda, shunaqa chiroyli atmosferada dam olib ketishingiz mumkin. O, Nodir aka, buni hidini qarang deydi akamiz. Bu yerda toza havo, daraxtlar, har xil gullar, miyangiz, asablaringiz dam oladi. Bu hali hammasi emas, yuring men bilan. Qaranglar, bu tog'i, soyni qaranglar. Bunaqa go'zal atmosfera faqat hilol dam olish maskanida mavjud. Xabaringlar bor, yaqinda Qurbon hayit bayrami kirib kelmoqda. Shu munosabati bilan hilol dam olish maskanida sizlar uchun 27, 28, 29 may kunlari tapchan olgan insonga shu 4 ta suv mutlaqo bepulga bonus qilib beriladi. Yoz kunlari ham kelib qoldi. Katta tashkilotlar yoki kompaniyalar dam olmoqchi bo'lsangiz, albatta hilol dam olish maskaniga keling. 80 tadan 90 tagacha odam sig'arkan, bu kishi hamma joyi band qilib, mazza qilib, hech kimsiz, begonalarsiz dam olib ketishingiz mumkin. Pastda raqamlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hilol dam olish maskani agar sizga yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'ying. Hozirlarga manzilni ko'rsataman. Manzilga keladigan bo'lsak, Yangibot shaharchasiga kirib kelishingiz bilan shu podyomga duch kelasiz. Biz tepaga shahar tomonga yurmaymiz, biz bu tomonga qarab yo'l olamiz. Bu tomonni hamma Shamshodning basseyni yo'li deb tushunadi. Xuddi shu ko'chadan kirib kelishingiz bilan shu ko'k konteynerga duch kelasiz. Hilol dam olish maskani aynan shu yerda joylashgan. Bu yerda eshik joylashgan. Xuddi shu yerdan kirib, ichkaridan mazza qilib tapchanlarda dam olishingiz mumkin.